Hop. Permission rolga bog'lanishi. Rol ID 1 bo'lgan, ya'ni rol ID, ya'ni rol ID'si 1 bo'lgan super adminni permissionga bog'layapmiz. Permission 1 dan 10 gacha, ya'ni 10 ta permissionimiz bor. Mana shu 10 ta permissionni mana shu rolga, ya'ni super adminga, boya aytdik, super admin hammasiga, masalan, rollarda ham, employeelarda ham, masalan, kompaniya adminlarida ham ustida amal bajara olishi uchun unga hamma permissionlarni beramiz, ya'ni hamma ruxsatlarni beramiz. Permission va rol bog'lanishi bu tartibda, ya'ni rol ID va permission ID'lar yoziladi. Bu yerda ko'ramiz, o'sha super adminga hamma ruxsatlarni shu orqali berganmiz. Xo'p, endi buni amalda ko'radigan bo'lsak, proyektimizni ochamiz. Masalan, mana API da bitta ko'rib ta'riflab ketamiz. Har bitta rootga o'sha middleware da permission tekshiruvini qo'yganimizdan keyin, masalan, bizga biror bir user registratsiya bo'lib turib, kompaniyani ustida amal, masalan, get kompaniyalarda ko'rmoqchi bo'lsa, uni roliga tekshiramiz, ya'ni avtorizatsiya qilamiz. Autentifikatsiyadan o'tgan user avtorizatsiyada mana shu rootga kirish imkoni bormi yo'qmi aniqlaymiz. U o'sha autentifikatsiyada rol orqali amalga oshadi. Rol tashkil qiluvchilar permission hisoblanadi. Endi buni agar kodda ko'radigan bo'lsak, ya'ni amaliyotda ko'radigan bo'lsak, hozir buni run qilib olamiz. Vendor bin sell up da masalan proyektimizni run qilib olamiz hozir. Tak. Proyektimizda bu proyektimizda aytgancha Dockerda yo'q edi. Xayol bilan bu PHP artisan serve. Xo'p, bu run bo'ldi. Xo'p. Buni post mana bu yoqda edi. Masalan, mana men boya aytdim, adminlar registratsiya qilib bo'lmaydi, registratsiya qilib kirmaydi. Ular login orqali kiradi. Chunki ularga oldindan akkaunt tayyorlanadi, oldindan rol biriktiriladi, oldindan rollarga permissionlar biriktiriladi. Xo'p, biz boya bu yoqda tokenlar mavzusini qildik. Endi bu yerda access token, ya'ni token sifatida men Laravel Sanctumni ishlatganman. Sal akkuratliroq, kichkinaroq token. Xo'p, biz login qilib kirdik. Super admin, ya'ni bu yoqdagi eng katta admin. Admin bo'yicha registratsiya qilib kirdik. Bu yoqda mana emailini ko'rishimiz mumkin. Super admin bo'lib kirdik. Xo'p, bizda hamma ruxsatlar bor. Buni ko'radigan bo'lsak, masalan, mida ko'radigan bo'lsak, rol ID'miz 1, name'imiz super admin. Endi buni amalda, masalan, o'sha biror bir kompaniyaning ustida amaliyot qilishimizda bizda hech qanday cheklov bo'lmaydi, chunki biz super adminmiz. Mana bu yerda avtorizatsiyada ber token so'raydi. Biz mana bu logindagi tokenni kiritishimiz orqali biz unga super adminligimizni aytamiz. Ya'ni shu orqali aytamiz. Masalan, yangi kompaniya yaratayotganimizda hozir bu o'tkazmaydi. Yo'q, hali amal qilish muddati bor ekan. Masalan, endi bular unik joylar bor ekan. Bular bitta harf qo'shib chiqamiz. Ajib bo'lsa ham. Masalan, bunday qilamiz. Bizda уже hech qanday cheklov bo'lmaydi, hech qanday to'siq bo'lmaydi. Avtomatik bemalol kompaniya ustida amal bajarishimiz mumkin. Boya kodda ko'rdik. Kompaniya bu post, ya'ni yangi kompaniya yaratish bo'lsa, company create'da bunday permission berilgan. Bu permission bizda user super adminda bor. Endi super admin mas biror bir userni registratsiya qiladigan bo'lsak, masalan, oddiy employee userni olsak, oddiy employee user olsak, roli employee 2 bo'lsa, tak 2 user role ID 2 ga bog'langan